bir tal pələk. Sırt qar arlaş, soğuq şamal uşqıtmaqda. Soğuğunun təsiridinmi, dükkanda xeyridarma az qalğan idi. Şu əsnada üstü beşi atdığını kelgen, turqidin anı balılıqı chiqib turdigan ikkaylan kirib keldi-de, pələk tanlashqa kirishdi. Biroza tanlagandan keyin anisi bir xurum pələyni tanlab, o'g'lining so'l qo'liga kiygizib baqdi va dal kelgandan keyin bahosini so'radi. $20. U yanchiqidan parcha-purat pullarni ilib sanig'ili turdi. 1, 2, $5. Xon qiz, $2 kamlaydi ekan. Arzonroq berolmaysizmi? Yo'q, dedi dukkandor kesibla. Ayol yana bir qitim o'tinish talaffuzda baho talashdi. Pulim yetmaydi ekan. Bo'lmasa ma bir qo'lininkini olay. Ayirib setib bera olamsiz? Nada undaq ish bor ekan? Qilib qolg'imni kimga sotaman? Ana bola ikkaylan amalsiz pələyni qo'yib sirtqa mangdi. O'sh qitib turgan so'q shamol eshik ichilishi bilanla bolaning o'ng yengini pulangitib uchirib to'xtadi. Bolaning o'ng qo'li yo'q edi. Dukkandor qizchaqning yuragi qandaqdir bir narsa sanjilgandek zingidi qilib to'xtadi va o'zini tuymagan holda to'ladi. To'xtang! Mayli taxlab setib beray. Ana $10 to'lab, o'g'lining qo'liga pələyni kiygizib, xushallangan holda dukkandan chiqib ketdi. Dukkandor qizchaq sog'lom, kuchlik ikki qo'liga astoydillik bilan qarab chiqdi. U mush qo'llar bilan haddi hisobsiz boylik yarata oladi. Shu bir qo'lidan ayrilgan meyib odamlar texmi kuyinish, g'amxo'rlikqa muhtoj. U to'satlı nahayt pakiz, rahat bəxish toyuğu çümilginini his qildi. Kichikkina yaxshilik, katta qanoat. Mana bu pul bilan qimmatning farqi edi. Hikmat. Ah ko'ngillikmi, uruq, yomg'ir va quyosh nuriga ehtiyojli bo'lgandekla to'g'ri ongga muhtoj.